Shavkat Mirziyoyev. Ey Shavkat Mirziyoyev, ey To'qayev, qanaqa odamsizlar sizlar? Sen iqtidorga kelib boshqaruvni qo'lingga olishing mumkin, ammo bu tuproqlarni va xalqni Xitoyning tahlikasiga tashlab qo'yishga haqqing yo'q. Xitoyning tahlikasiga etishing haqqing yo'q. Bu dahshatli narsalar. Bugunga kelib nima qilyapti desangiz, insonning bir xalqning ikki qadrli narsasi bo'ladi. Biri uning dini, aqidasi. Ular shunga hujum qilyapti. Buni hujum qilgan. Qur'oni Karimni buzish, yo'q qilish, undan keyin ayol qizlarimizga tajovuz qilishi, erkaklarni qamab, ayollarni Xitoyga qo'shib qo'yishi. Xitoy degani najas degani. Najas bular. Qur'onda tilga olingan najas shular bo'ladi. Qur'onda tilga olingan kofir mana shu Xitoy bo'ladi. Qur'onda tilga olingan mushrik mana shu Xitoy. Qur'onda tilga olingan adashganlarning asosiysi Xitoyda, ulardan qolgani dunyoning boshqa yerlarida. Xitoy butkul insoniyat uchun, islom uchun, ummat uchun, millat uchun eng tahlikali, vahshiy dushman bo'ladi. Chunki xitoyliklar o'zlarini bayram kunida O'zbekistonda ko'tarib chiqdi-ku ajdarxonni. Chag'anda Paradlar o'tkazdi-ku, mana shu bosib bo'ldik degan gap bu. Ishg'ol qilib bo'ldik degan gap bu. U ajdaho nimani anglatadi deganda 3 narsani yig'indisi. Chayonning, ilonning, ajdahoning boshi. Bu shunday ramziy ma'noga egaki, biz hammani chaqamiz, hammaga zaharli nishimizni uramiz degani bo'ladi. Hammadan zaharlik nishlarimizni uramiz degan bo'ladi. Biz hayotdagi har qanday narsani dushmanimiz. Biz bir vaqtning o'zida ham ilon, ham chayon, ham ajdaho, ham 7 boshli yalmog'izmiz demoqchi bo'lishadi. Bu sifatlarni hammasi xitoyliklardan kelib chiqqan. Xitoy bu xususiyatlarni hammasini yashirib, o'zini saxovatchi qilib ko'rsatyapti. Yo'q gap, saxovatchi qilib ko'rsatyapti. Bundan yana 10-20 yil o'tgandan keyin o'zbeklarni hammasini qamaydi. Olimlarni qamaydi, siyosatchilarni qamaydi. Qirg'izistonda ham, Qozog'istonda ham shunday. Turkmanistonda ham, Tojikistonda ham shunday qiladi. Shunday xatar bor. Shuning uchun hamma O'rta Osiyo siyosiy rahbarlarini birdek ogohlantirishimiz, Xitoy ularning davlatining, insoniyatning, din va dindorlarning, islomning, barcha ummatning, barcha millatning umumiy dushmani, azaliy va abadiy qabih dushmani. Shu dushmanni yaxshilab tanib olish va shunga qarab muomala va munosabatda bo'lishini tavsiya qilamiz.